Assalamu alaikum warahmatullahi. Hozirda YouTube kanali ko'ruvchilari, bugun 25 fevral. Cho'p bozorga keldim, bolalarni bilib berayim sizlarga. Assalomu alaykum aka, cho'p qancha bo'lyapti? Esi yo'q. Esi yo'q. Qancha bo'lyapti negizi? Chaqdan so'rab ko'rdingiz? Stiki cho'pdir? Yo'q. Cho'p az bugun tuğanlar. Bozorga ko'pchilik hech kim olib kelmasa kerak cho'ptirdi. Cho'p qancha bo'lyapti jigitlar? Ya. Bakal men kim 380 bo'layotir, 350. 380, 350. 350 bo'layotir. Ekspozit, eknichao. Eknichao ekspozit 350. Qarranga ko'tarilib o'ylab yaxshilar. Ya. 380, 350. Cho'plar qancha bo'ladi baykalar? 360. 360 he? Bede satılıp etti aldı. Satılıp ketdi. Bugun aka cho'p az kelganmi? Bugün as bol kaldı çıbı. Bugun az kelib, cho'p satqichlarini so'rasang javob bergingiz kelmay turibdi. O'sha. Cho'p sotganlar Kim kerak? 380 dedi. Yo alayın deb turuyorum ben. Cho'p alam degan nom bor, ala turgan nimalar o'xshaydi, qardarlari. Kuş gitti bugün biroq çok He? yaxshi gitti. Qarjaganga nima etdi deymi? 4 so'mgasini albatık bu şeyden. Qanchadan ketdi cho'plar? Cho'plar men kecha 350 dan oldim kecha. 350, 370. 350 dan yaxshi presda, yaxshi, ayvay yaxshi qilingan. Atak bugün yaxshi gitti çok yaxshi. Tuğanlar, qisqacha ma'lumot bera oldim. Videoga like bosib qo'yinglar.